alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Hozir men sizlarga bir narsani ko'rsataman. Qo'qondagi Xudoyorxon o'rdasi. Hozir mana shu joyni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Xo'p, kirish qismi bu chap tarafdagi devorlari, bu o'ng tarafdagi devorlari. Ko'rib turibsiz, o'sha devorlardan yog'och chiqib turibdi. Nimaga bunday qilingan? Bilmadik. O'sha darvozaxonasining gumbaz qismi. O'rdasining ichki qismi. Bu yog'i ayvon. Mana bu yerda anor ham bor ekan. Shu xonani qarashda xudoychiga kotibga uchragan, kotibga nima arz muddaosi bo'lsa, Xudoyorxon o'rdasining maketi. Mana kirish qismi, bu ichkari qismi, bu keyingi hovlisi, o'rniga keyingi hovlilari. Mana bu tomondan, ya'ni chap tarafi buzib tashlangan ekan. Qayta tiklanish rejaga qo'yilgan. Demak, mana bu tarafi qolgan hozirgi kunda. Hop, mana bu xonada xonning maxfiy majlislari bo'lgan ekan. Mana musulmoncha joy qilingan, mana to'shaklar solingan. Mana bu yerda o'sha boshqa joydan kelgan sovg'alar, boshqa davlatlardan kelgan sovg'alar. Mana shu yerda Xitoy idishlari, Xitoy buyumlari ekan bular ham. Hop, Hindiston, Erondan kelgan buyumlar ekan. Bu Yaponiyadan kelgan ekan. Burada Qo'qonda qadimgi davrga oid me'moriy yodgorliklar, yanchish qurollari keltirilgan ekan. Bronza davriga oid tosh qurollari. Buyuk Ipak yo'lini mana xaritasi. Istanbuldan boshlanib, bu yog'i Oqsaroy, Gurev, bu yog'i Anasi, Dunxuan, Siangacha bo'lgan hududlar. Bu yog'i Kalkutta, Nalaida, Sheroz, Hamadon, Tir degan joygacha Buyuk Ipak yo'li o'zini yo'nalishlarini qamrab olgan. Koson Shahristonni tiklangan rasmi. Miloddan avvalgi 1-mingyillik o'rtalarida bu shahar shunday holda bino qilingan. Qur'oni Karimdagi Yosin surasining 1-oyati kufiy yozuvda keltirilgan. Farg'ona vodiysining o'sha paytdagi qadimiy xaritasi. Kulolchilik buyumlari, o'sha Qo'qondagi mehnat qurollari. Xum, bular ham o'sha tegirmon kerakli bo'ladigan buyumlar. Xo'p, kamon, qalqon, mana qilichlarni ko'rib turibsiz, tangalar, o'sha paytda kerak bo'ladigan sovut, nayzalar. Bular ham qilich, nayzalar ekan. Zahiriddin Muhammad Bobur o'sha davrdagi miniatyura namunasi hisoblanadi. Qarang.
Zohiriddin Muhammad Bobir. Bu rasm hozirgi davrga taalluqli emas. Kamida bir asr oldingi rasmga o'xshaydi. Hop, O'zgan shahridagi minora ekan, 11-asr. Yozuvlar, afsonaviy hayvonlar tasviri tushirilgan. Qarang, temirdan ekan. 11-asr. Bobur tasarrufida bo'lgan joylar. Bu yog'i Turkiston, bu yog'i Olmata, va Badaxshon, Falg'ar, Qorategin degan joylargacha, demak, Bobur tasarrufida mana bu joylar bo'lgan. Bobur tasarrufida yashil bilan belgilab qo'yilgan. Mo'y muborak qal'a qoldiqlari. Xo'ja Dodxoh tomonidan qurilgan 1827-yildagi ko'prik. Milliy cholg'u asboblari. Qirg'izlarning turk terisidan qilingan kiyimi va bosh kiyimi. Beqasam to'n salla bilan birgalikda 19-asr, ikkalasi ham 19-asrga tegishli. 19-asr degani bu 1800-yillardan keyingi davr. Xudoyorxon o'rdasining 1873-yildagi holati. Bu ham o'sha o'rta maydoni. Shohonlik davridagi miltiqlar. Marg'ilon hokimi Sulton Murodbek Xudoyorxonning ukasi bo'lgan ekan. O'ratepa shahrini bozori hisoblangan ekan. Avliyota shahrining bozori. Mana bu Said Muhammad Xudoyorxonning Konibodon Beshar hokimini tayinlashdagi farmoni. Turganingiz haram xonalarining eshiklaridan bittasi ekan. Qarang, unchalik baland emas. Zambarak, o'sha Qo'qon xonligi davridagi. Chiqadigan bo'lsa 1.20 yoki 1.10 chiqadi xolos. Darvozasi ekan. Muhammad Alixon madrasasi old qismi. Hop, shahar markazidagi binolarning yuqori ko'rinishi tobi ekan. Qo'qon xoni Muhammad Alixon dastxati. Xudoyorxon davrida ko'chirilgan Qur'oni Karim 19-asrga oid. To'n ekan. Kumush bezaklik. Qo'qon aravasi 19-asr namunasi. Mana bu tarafda ham bitta arava bor ekan. Otga qo'shilgan bo'lsa kerak menimcha. Shohona. Qo'qon qal'a darvozasi. Bu ichkari hovli hisoblanadi. Hamzaning she'ri bor ekan. Qaranglar. Og'a sog' bo'lsangiz avval dadamlarga salom ayting. Yugurib chiqqan o'lmushfiq onamlarga salom ayting. Ko'zi qon hamshiram bilan akamlarga salom ayting. O'pib peshonasini men uchun ukamlarga salom ayting. Qo'ni qo'shin katta kichik og'amlarga salom ayting. Salom ayting she'ri 1916-yil. Qo'qon adabiy muhiti shoirlari. Mana bu yerda Muqimiy, Furqat, Zavqiy, Niyoziy, Asqarali, Hamroli o'g'li Charxiy, Abdulla Qahhor, Sobir Abdulla, Husayn Shams va ularning asarlari. Bilasiz, o'sha Qo'qon adabiy muhitida Muqimiy boshchiligida tuzilgan shoirlardan mushoiralar bo'lib turgan. O'sha davrdagi uy ko'rinishi. Me'morchilik namunasi o'sha davrdagi. Bosh vazir xonasi bo'lgan ekan. O'sha yerda davlat ishlari
joyit masalalarni ko'rib chiqilgan. Bizda bu yerda o'sha buyumlar qo'yib qo'ygan. Bu narsa to'shama ekan. Bu narsa oynapo'sh ekan. Bazoslik do'koni. Hop, toz cho'pon deylar ekan bu. Alacha cho'pon. Cho'ponlarni boshqacha turi borligini mana endi bilib turibmiz. Bu ham alacha cho'pon ekan. Beqasam ayollarning kiyimlari bu yoqlar. Bu ham ularning yozlik cho'poni. Natura hunarmandlar hukmdorga o'z yasagan narsalarini taqdim etish manzarasi tasvirlangan miniatyura ekan. Karavani kichik maketi. Egar ko'za. Mana sizga tarozi. Hop, meva bozori, bozorlar ko'rinishi ekan. Gazmol bozori. Hop, bu narsa hunarmandchilik namunasi ekan. Sanoch deylar ekan. Teriga o'xshayapti. Qovoq yog' cheva. Demak, mana qovoq. Bunga yog' solingan bo'lsa kerak. Qovoq suvdonlar, mana suvlar solingan bunga. Barkash, qora barkash deydi-yu, katta barkashda degan narsa asarlarda kelib qoladi, mana o'sha barkash. Patnisga o'xshagan narsa. Hop, demak savatlar, g'alvar, keli o'sha paytda. Hop, duradgorlik, ipi girish namunalari, rasmlari keltirilgan ekan. Xarita mana. Qo'qon shahrida hunarmand mahallalarining joylashuvi xaritasi ekan.